Do'stlar, bugun Haval qo'yliqdagi H6 modelimen sizni tanishtiraman. YouTube kanaliga a'zo bo'ling hamda videoga like bosing. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlarga H6 modelini to'liq obzori haqida tushuntirib boramiz. Xo'p, bu mashinamiz ikki xil motor bilan jihozlangan bo'ladi. 1.5 turbina motor oldi tortadigan bo'ladi va 2 turbina motor 4 ta ballon tortadigan bo'ladi. Va bu modelimizda 3 xil pozitsiyasi bor, ya'ni Comfort, Prestige, Premium. Comfort pozitsiyamiz 325 million narxi. Prestige pozitsiyamiz 2 xil motorlisi bo'ladi. 1.5 motorlisi 355 million, 2 motorlisi 370 million narxi. Mashinaning gabaritlarini ekranda yozib qoldiramizda. Endi buni ko'rib turibman, partroniklar bor, 360 gradus kamerasi ham bor. Bu mashinamizda 360 gradus kamera bilan jihozlangan va oldi va orqa partroniklari bor. Ya'ni bunda yana slepoy zonalari bor, ya'ni orqa tomonda mashina bo'lsa, datchiklari yonadi, sizni ogohlantiradi. Keyin lidarlarimiz bor, ya'ni polosani ushlab ketadi o'zi. Adaptivniy kruz kontrollarimiz bor. Bitta tezlikni belgilab qo'yasiz va o'sha polosani o'zi ushlab olgan holatda ko'cha o'ngga chapga qayrilsa ham o'zi boshqarib ketadi. Siz faqat dam olib ketasiz. Bas optikasi LED, svetodiodli, polni LED bilan jihozlangan faralari, tumankalari ham chiroyli qilib ishlangan. Kichkina bo'lgani bilan, lekin juda chiroyli, katta qilib yoritib beradi aka. Ballonlari premium segmentda 19 razmer bo'ladi. Prestige'da 18 razmer bo'ladi. Dizayni ham noodatiy chiroyli qilib ishlangan, o'zi zavodskoy Hankook ballonlar bilan chiqadi aka. Hamda bagajni elektroprivodniy. Orqa tomoniga keladigan bo'lsa, o'zi farasi ham chiroyli qilib ishlangan, bagaji elektronniy. Bagaji ham shiroki kengina qilib ishlangan, alohida shtorkasi bor. Buni bundoq qilib yig'ib qo'ysangiz bo'ladi. Xo'p, o'zini zapaska ballonlari bor. Zapaska ballon, avariyniy znak, damkrat ключ hamma narsasi bor. Propan qo'yaman desanglar, 61 talik tabletka ballon bemalol tushib beradi. To'liq ochilib yopiladi knopka orqali. Knopka orqali yopilinadi mashinamiz. Ko'rsangiz bo'ladi. Orqa optikasi juda suvslangan. Orqa optikasi chiroyli qilib ishlangan. Shu bir-biriga ulab ketilingan. Haval brend yozig'i ham chiroyli joylashgan. Endi ichki dizaynni tanishtirsangiz? Xo'p, ichki saloniga keladigan bo'lsak, polni kojinli qilib ishlangan, aka. Bu yoq tomonlari ham chiroyli, o'ziga bordoy rangda ishlangan. Xo'p, salonini ham 3 xil rangi bo'ladi. Qora, mana shunaqa bordoviy va bejviy rangi bo'ladi, aka. Demak, salonning mana rasvetkasini na zakaz yetsa bo'ladi. Na zakaz tanlasanglar bo'ladi. Zakazga saylasak, значит, mashina necha kunda keladi? Xudo xolasa uzog'i bir haftadan 10 kungacha srok olamiz. O'sha aytilgan srokda olib kelib beramiz. Misol uchun endi maksimum olamiz, 1 kunda, 2 kunda olib kelib beramiz lekin mashinani. Наличие bo'lsa, 1 kunning ichida bitadi, bir pasport bilan. Ja'ni kredit bo'lsa ham, naqd bo'lsa ham, uzog'i 1 kun ichida hal qilib mashina haydab chiqib kelsangiz bo'ladi. Sidenkalarimizga kelsak, Abduf abograflari bor aka. Katta panorama lyuklarimiz bor. Xo'p, rulimizga keladigan bo'lsak, rullarimiz aka multi rul qilib ishlangan. Bu yoq tomondan mediani boshqarib ketsak bo'ladi. Bu yoq tomondan tablodagi funksiyalarni boshqarsak bo'ladi. Alohida rechak qo'yilgan adaptivniy kruz kontrolni boshqarishimiz uchun. Adaptivniy kruz kontrol o'sha o'zi polosani ushlab ketadi, bir xil tezlikda ushlab ketadi. Hamda simsiz zaryadlash uskunasi bor. Besprovodniy zaryadkamiz bor. Katta monitorimiz bor. Butun mashinani funksiyasini shu monitor o'zidan boshqariladi. Hamma elektronikasi. Misol uchun stenkani Abduf abografini yoqish, rejim yazdalarni tanlash, hammasi shu sentralniy monitordan boshqariladi. Shaybasi yaxshi ishlangan ekan, selektor коробка передач. Chiroyli qilib ishlangan, noodatiy usulda. Avtohol, unaqanda jo'nday podstakannik, narsa qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Bari kattagina bar qilib ishlangan. Ko'rsangiz bo'ladi. Shu ulkan. Sidinelari mana formasi, dizayni, особенно rengi zo'r ekan. Juda chiroyli qilib ishlangan, to'g'ri. Nayog'imni ko'rib turganingizda perforированный, sebebi issiq suv sistemasi bor. To'bimizda panorama.
Yana plyus tomoni, orqa sidenkalarimiz ham isiydi. Orqa tarafini ko'rsataman. Buni nastroykasi qayerda? Mana bu yoqda ekan. Mana shu yerda deflektorlari bor, USB portlari bor, zaryadka uchun va sidenka stress tugmasi ham shu joyda joylashgan. O'rtada men ko'rib turganingizdek podlokotnik, podstakanligini men uzoq yo'lga juda qo'layli zat. Saloni juda unadi menga. Obshipkalar ko'rsangiz bo'ladi. Mana ham shu qo'shimli. Endi bu mashinada sotib olish uchun kreditga, например, bemalol kreditga olsangiz bo'ladi. Eng kami boshlang'ich 15% bilan mashinalarni bitta pasport evaziga bir kun ichida hal qilib beramiz. Bir kunda bitadi, bari Bir kunda dokumentatsiyasi. ishingiz bitadi. Xudo xolasa bir kun ichida mashina haydab chiqib ketasiz. Rahmat. Do'stlar, Region 95 YouTube kanalına a'zo bo'ling, a'zo bo'lmaganlar hamda videoga like bosib keting.